Bu galgi videoda bizga ko'pchilik beradigan ikkita savoliga javob beramiz. Birinchi eng ko'p beriladigan savol: quyonlarning tirnog'ini olsa bo'ladimi deyishadi. Ha, bo'ladi. Biz tavsiya qilamiz, faqat quyonlarning tirnog'ini 1 yoshgacha olmagan ma'qul. 1 yoshdan keyin quyonlar уже voyaga yetgan hisoblanadi. Уже tirnoqlari olsa bo'ladigan paytda bo'ladi. 1 yoshgacha bo'lgan quyonlarda, masalan, agar ozor beradigan bo'lsa, ko'targaninglarda oddiy pilkadan foydalanib tirnog'ini kaltalab qo'ysa bo'ladi. Bu jarayonni amaliy ko'rsatib beramiz. Quyonni tinch holatda ushlab, mana shu oldi panjasidan boshlaymiz. Pilkani uchini mana quyonga ozor bermagan holda mana shu tirnog'ini oq qismini faqat. Ikkinchi ko'p beriladigan savol: quyonlarni yuvintirsa bo'ladimi deyishadi. Aslida quyonlar tabiatdan ozoda hayvon hisoblanadi, lekin qanaqadir holatda kir bo'lib qolgan bo'lsa, uni oddiygina vlajniy salfetka bilan artib tozalasa bo'ladi. Mana vlajniy salfetkani olib, o'sha yengil kir joylarini artamiz. Iloji boricha yuvintirmagan ma'qul. Agar yuvintirsanglar ham faqat tana qismini yuviladi. Quloq, kalla qismiga suv tegilmasligi kerak. Hamda yuvib bo'lgandan keyin buni sras fenda quritib qo'yish kerak. Chunki shamollab qolish ehtimoli juda katta quyonlarning. Yana shunga o'xshash savollaringiz bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib qoldiringlar. Biz yana atvet video qilamiz. Hamda bu videoni quyon boqadigan tanishlarga yuborib qo'yinglar. Videoga like bosish esdan chiqmasin.